bo'lmasligi kerak. Ayollarga 23%dan, erkaklarga 25% ajratamiz. Ikkinchisi biznesga ko'mak kiritimiz 17 million so'mgacha ajratiladi. Bu imtiyozli davri 6 oy muddatga, kredit to'liq davri esa 4 yil muddatga beriladi. Ayollarga 23%dan, erkaklarga 25%dan ajratamiz. Bunda ham o'sha muomala layoqatiga ega bo'lish kerak. Oxirgi 2 oy davomida ishsiz bo'lish kerak. Uchinchi kreditimiz mahalla loyihasi doirasi asosida ajratiladi. Buning muddati 50 million mablag'i 50 million so'mgacha, muddati 5 yil. 5 yil imtiyozli davri 2 yil. Ayollarga 23%dan, erkaklarga 25%dan ajratiladi. To'rtinchi kreditimiz yuridik shaxslarga ajratiladi. Bunda yuridik shaxs 100 million so'mgacha kafillik asosida, hech qanday garovsiz, 300 million so'mgacha esa likvidlik garov mulki asosida ajratiladi. Bunda mijoz oxirgi 1 yil davomida pul aylanmasiga ega bo'lishi kerak. Bu kreditlarimiz bizga Yangi Namangan tumanidan bog'langan 11 ta mahallaga ajratiladi. Ular o'sha Bunyodkor, Saxovat, Yoshlik, Oromgoh, Yangi Zamin, Mehnatobod, Sifatgoh, Go'zal Chamanzor, Beruniy hamda Guliston mahallasidan bo'lgan fuqarolarga ajratib beramiz. Agarda kimda-kim o'sha birorta kreditimizga o'z ehtiyojini sezsa, o'sha tadbirkorligini yo'lga qo'yish istagi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Kimda qaysi kreditlarimizga qiziqish yoki o'zi biznesni yo'lga qo'yish ilgisi bor? Bizda chorva bo'yicha 17 million, 15 million, 16. Mahalla loyihasida ajratilayotgan 45 million 5 yil muddatga ajratamiz. 2 yil imtiyozli davri bor. Ayollarga 23%dan, erkaklarga 25%dan. Kafillik asosida. Bo'lyapti. Kafil qanaqa bo'lishi kerak? Kafil davlat ishida ishlaydigan fuqaro bo'lishi kerak. Agar bir kishini oyligiga yetsa bir kishi, bo'lmasa 2 kishi. Oyligi qancha bo'lishi kerak? Endi maksimal 50 million olaman desangiz, kafillik oyligi 5 million bo'lishi kerak kam. Agar ikkita kafil bo'lsa, 3-4 million oladigan bo'lsa yetadi. Buni qarz yukiga qaraladi, o'zining ehtiyojiga qarab ajratib beriladi. Buni oyiga qanchadan chiqadi? Agar maksimal 50 million olsangiz, imtiyozli 2 yil davrida 1 million 50 ming atrofida chiqadi. 2 yildan keyin 3-yildan boshlab 2 million 400 mingdan kamayib to'lab olaverasiz. Tanasi ham qo'shiladi. Yildan yilga pul narsasi bo'ladi-ku. Hozir misol yildan yilga foiz ko'paymaydi, 2% turadi. 3%. Bir xil. 5 yil muddatga siz shartnoma qilasiz. O'sha 5 yilda 20% ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha foizga yetadi. Jadval qilib berasizlar-ku boshida. O'sha jadval asosida to'lanadimi? Ha, o'sha jadval asosida. Jadval o'zgarmaydimi? Yo'q, o'zgarmaydi. O'zgarmasligi to'g'risida qog'ozdan beriladimi? U o'zgarmaydi, u qog'oz yo'q. Chunki o'zgardi-da. Yo siz kechiktirib to'lagan bo'lsangiz ko'proq nima savol javob bo'lsa, har bitta mahallamizga mahalla agenti, mahalla bankimiz bor, murojaat qilib tezlatishini bitkazib beramiz, xudo xohlasa. O'zi hamma